Agar menga o'xshab oshqozon kasalligi bilan, misol kasallanganlar bo'lsa, gastrit bo'lgan bo'lsa yoki oshqozonda yazva bo'lgan bo'lsa, sizlarga bitta zo'r maslahat beraman. Ya'ni o'sha boyga aytganimdek, o'zimdan kelib chiqib, tabib emas, boshdan o'tgan tabib, har kuni ertalab och qoringa 1 litr, agar icha olmasa yarim litr ham bo'ladi. Iliqdan sal issiqroq, ya'ni bilasizmi, konizaniyator degan suv bo'ladi, o'shani ichish kerak. Men nechta doktorga borganman, tabibga ham borganman. Oshqozon yazva tuzalmayapti. Hadeb gastroenterologga boraman, bezovta qilaveradi. Nimadir yesam, qaytib boraman, boshqa bo'ladi. Lekin bitta doktorga borib maqtashdim, shu aytdilarki, dori yozmadi shu odam. Har kuni ertalab dedi, suv ichasan. Lekin 1,5 oy ichdim, yaxshi bo'lib ketdi. Lekin o'g'limni bir tekshirtirdim, bo'ldi, yazvadan Y harfi ham qolmagan.